O'zbek Polshadan Portugaliyagacha 36-kunimizni tugatish uchun arvoh to'la qasrda uxlamoqchimiz. Slovakiyada qurilgan Pavarskiy Hrad qasri. Bu 13-asrda qurilgan qasr bo'lib, biza juda ham ko'p slovaklardan so'radik. Bu yoqqa kunduz kuni chiqish mumkin ekan, lekin kechasi chiqsanglar g'alati voqealar bo'ladi dedi. Chunki o'tgan yil ikkita turist chiqqan ekan, tushgandan keyin pastga qanaqadir jim bosganmi, nimadir bo'lgan, ular g'alati bo'lib qolishgan ekan. Agar bu yerga chiqib uxlasak, bizga 100 kamida polis 1000 yevrocha shtat beradi. Lekin biz o'zbekmiz, bilasizlar, har narsaga qiziqamiz, xullas. Ham bizda o'zimizni shuna matonatimizni sinamoqchimiz. Odamlar aytayapti, arvoh-parvohga to'la deyapti. Lekin biz hech narsadan qo'rqmaymiz, qo'rqadiganimiz Xudo. Prosta biz sinab ko'rmoqchimiz. Qani nima bo'ladi? 36-kunimizni mana shu qasrda uxlab tugatmoqchimiz. Ertaga yo'limizdan davom ettiramiz. Bu qasrning balandligi 600 metr ekan. Chiqishga kamida 1,5 soat vaqt ketadi. Hozir biz magazinga boramiz. Qaranglar, hamma joy o'rmon. Biz hozir magazinga boramiz. Oziq-ovqatimizni olamiz va qasrga chiqib ketamiz. Mana shunday kontent akalar kommentariyani portlatib yuboringlar. Nima deb o'ylaysizlar? Qasrga chiqsa nima bo'ladi?